Assalomu alaykum. Shoh tellikka xush kelibsiz. Bugun siz bilan miyaning rivojlanishi uchun o'ziga xos bo'lgan ikki xil mashqni ko'rib chiqamiz. Bu mashqlar sizning miyangizni sog'lomroq, o'tkirroq va diqqatliroq qilishga yordam beradi. Ishoning, aynan ikkinchi mashq siz uchun juda qiziq va haqiqiy challenge bo'ladi. Ular oson, qiziqarli va bo'sh vaqtingizda bemalol bajara oladigan darajada yoqimli mashqlardir. Ehtimol siz o'zingizga "Mani miyam o'zi yaxshi ishlaydi, juda ham o'tkir" deb o'ylashingiz mumkin. Keling bu mashqlar bilan uni yana bir bor sinab ko'ramiz. Birinchi mashq Shaltay table, ya'ni Shaltay jadvali deb nomlanadi. Bu jadval sizning kognitiv, ya'ni aqliy qobiliyatingizni faollashtiradi. Ekranda 1 dan 25 gacha bo'lgan raqamlar tartibsiz joylashgan jadval chiqadi. Jadvalning markazida joylashgan raqamdan ko'z uzmagan holatda 30 soniya ichida barcha raqamlarni o'sish tartibida topishga harakat qiling. Tayyormisiz? Boshladik. Hammasini topa oldingizmi? Agar ulgurmagan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Mashqni qaytadan bajarib ko'ring. Bu sizning axborotni tezroq qayta ishlash va peripheral vision, ya'ni yon atrofni kengroq ko'rish qobiliyatingizni oshiradi. Ko'proq Shaltay table mashqlarini onlayn yoki mobil ilovalarda topishingiz mumkin. Miyani mashq qildirish uchun ajoyib usul. Ikkinchi mashq rangli matn. Bu safar siz turli ranglarda yozilgan so'zlarni ko'rasiz. Vazifa ularning o'zini emas, balki ular yozilgan ranglarni aytishdir. Masalan, agar qizil degan so'z ko'k rangda yozilgan bo'lsa, siz ko'k deb javob berishingiz kerak. Tayyormisiz? Boshladik. Osondek tuyuladi, to'g'rimi? Lekin bu mashq miyangizni boshqacha ishlashga majbur qiladi. Bu kabi mashqlar orqali sizning diqqat va multitasking, ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajara olish qobiliyatingiz kuchayadi. Miyangiz uchun bu kabi oddiy, lekin samarali mashqlarni doimiy bajarsangiz, o'zingizda ijobiy o'zgarishlarni tez orada sezishingiz aniq. Alloh bergan insoniyatning taraqqiyoti uchun eng muhim hisoblangan ongimizni har xil bo'lmag'ur chiqindi kontent bilan to'ldirmasdan, uni yaxshi parvarish qilishimiz bizning burchimizdir. Kanalga obuna bo'ling va sog'lom fikrlash yo'lida biz bilan qoling. Assalomu alaykum.